g'o'janak himoyasi hamda qalqon rejimini qanday qilib faollashtiramiz? Faollashtirish mobaynida so'raladigan ruxsatlarni qanday beramiz? Bularni ko'rib chiqamiz. Qo'limdagi telefon Samsung Galaxy S21. Demak, Samsung telefonlarida ham ruxsat berish biroz boshqacharoq, lekin osonroq bo'ladi. Boshladik. G'o'janak himoyasini yoqamiz va bizga ko'rsatgan oynalarda o'qib chiqamiz va ruxsat berish oynasiga o'tdi, ya'ni ruxsatlar oynasi. Ishlash vaqti bu ilovalarni qancha ishlaganligini ma'lumotini beradi. Bu applarni bloklash uchun juda kerak. Demak, tikonchani topdik va ruxsat berdik. Keyingisi eslatma. Bu notifikatsiyalar kelishi uchun eslatmani faollashtiramiz. Eslatmani yoqdik. Keyingisi ustida ko'rsatish. Bloklamoqchi bo'lgan vaqtimizda bloklash oynasi chiqishi uchun kerak bo'ladi. Buni ham yoqdik. Joylashuv. Albatta siz joylashuv bo'yicha jadval yaratganingizda u ishlashi uchun joylashuv ruxsatini berishingiz kerak. Ilovadan foydalanish vaqtida hamda har doimda tanlab qo'yamiz. GPS ni albatta yoqish kerak. GPS ni yoqdi degani bu zaryadni ko'p yeydi degani emas, chunki biz GPS bilan ishlashni juda yaxshi optimizatsiya qilganmiz. Ya'ni biz to'g'ridan-to'g'ri joylashuvingizni GPS dan har 10 sekund yoki 20 sekundda olmaymiz. Buni o'rniga biz geofence degan sistem darajasidagi xizmatni ishlatganmiz. Bu tizim bilan ishlaydi va sizni joylashuvingizni batareykani maksimal darajada tejagan holatda olib ishlatadi. Demak, GPS ni faollashtiramiz. Batareya tejash, albatta batareya tejashni o'chirib qo'yamiz. Bu degani batareya ko'p ketadi degani emas, bizni ilovamiz uzluksiz ishlaydi degani. Ruxsatlar berildi va albatta g'o'janak himoyasi faollashdi. Endi sizga bundanda qat'iyroq, kuchliroq himoya kerak bo'lsa, qalqon rejimini faollashtirishingiz mumkin. Albatta g'o'janak himoyasi bilan ilovalar bloklanadi. Biroz uzilishlar, biroz sekinlik bilan, ya'ni qanaqa 1-2 soniya sekinlik bilan bloklaydi. Lekin sizga darhol bloklash va ilovani o'chirib tashlashni oldini olish hamda ruxsatlarni o'chirib tashlashni oldini olish kerak bo'lsa, albatta qalqon rejimini faollashtirganingiz yaxshi. Bu endi eng maksimal himoya hisoblanadi. Qalqon rejimini yoqamiz va bu yerda berilgan ma'lumotlarni albatta o'qib chiqishingiz mumkin. Davom etamiz. Hozir himoya nofaol holatda turibdi. Buni faollashtiramiz. Va bu ruxsatlar oynasi. Qalqon rejimini yoqish ikki etapdan iborat. Birinchisi ruxsatlar, ikkinchisi qalqon rejimini o'chirishdagi usullar tanlanadi. Birinchisi mana ruxsatlarda turibmiz. Demak, admin ilova. Admin ilova nima uchun kerak? Biz hech qanaqa telefoningizni nazorat qilmaymiz. Admin ilovadan maqsad o'chirib tashlash yoki majburan to'xtatish degan buyruqlarni bekor qilib turadi. Demak, uni faollashtiramiz. Maxsus imkoniyatlar. Maxsus imkoniyatlar nima uchun kerak? Bu boya aytganimdek, bloklash darhol bo'lishi uchun. Ya'ni siz bloklagan jadvalga qo'shgan ilovalar darhol bloklashi uchun, shuningdek, ruxsatlar o'chib qolishini oldini oladi va ilovani o'chirib tashlashga ham to'sqinlik qiladi. Albatta bu maksimal himoya beradi degani emas, chunki bunga Android tizimi ham yo'l qo'ymaydi, lekin qisman ilovani o'chirib tashlash, misol tasodifan o'chirib tashlashni oldini oladi. Demak, maxsus imkoniyatlarni yoqamiz. O'rnatilgan ilovalarga kiramiz va bu yerdan tikonchani topamiz. Tikonchaga ruxsat beramiz. Ruxsat ber tugmasini bosamiz. Ruxsat berildi. Mana ikkinchi qadam. Ikkinchi qadamimizda ochish usulini tanlang. Demak, siz qalqonni yoqayotganda uni shunchaki o'chirib tashlay olmaysiz. O'chirib tashlayotganda ham sizga misol uchun quyidagi 4 ta usullardan birini faollashtirgan bo'lishingiz va bularni beradigan topshiriq, ya'ni nima deydi? Misol uchun timer bo'lsa, kutish vaqtini bajarishingiz, matn kiritish bo'lsa, matn kiritishingiz kerak bo'ladi. Maxsus kod bo'lsa, albatta kodni kiritishingiz, ota-ona ruxsati esa farzandlarni ota-onalar orqali, misol uchun ota-onalar farzandlarini ushbu ota-ona ruxsati orqali boshqarishlari mumkin, ya'ni qalqon rejimini boshqarishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun albatta ota-ona farzandga ulangan bo'lishi kerak. Biz hozir maxsus kodni ishlatishimiz mumkin bu yerda. Deylik, keling timerni ishlatamiz. Timer davom etish va bu yerda vaqtni qo'yasiz. Demak, men 1 daqiqa 1 soniya kutaman. Saqlashni bosdim.
saqlayman va qalqon rejimi faollashdi. Ko'rishimiz mumkin, mana qalqon rejimi faol. Endi buni o'chirmoqchi bo'lsam, albatta nima qilishim kerak? 1 daqiqa kutishim kerak. Endi bu biroz bo'lsa ham o'ylashga imkon berish uchun qilingan, ya'ni siz qalqonni o'chirdi degani, siz endi bloklagan ilovalaringizga kira olasiz degani. Shuning uchun ushbu vaqt o'tguncha sizga o'ylash imkoniyati beriladi. Shunday do'stlar, hozir ko'rib turganimiz Samsung Galaxy telefonida edi.